Amerika parlamentida Uyg'ur masalasi muzokara qilindi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Nikki Haley Mudofaa ministrligi yig'inida Uyg'ur masalasi va atalmish tarbiyalash markazi nomidagi lagerlar ustida to'xtaldi va Xitoyni aybladi. Washingtonda yilda bir qatim o'tkaziladigan Mudofaa ministrligi yig'inida so'z qilgan Haley Uyg'ur rayonida yuz bergan bu zulmlar Ikkinchi dunyo urushidan keyin biz ko'rgan eng chong kollektiv jazolash lagerlaridir dedi. Kişilik huquq gözetish tashkiloti Xitoyning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ota-onalar qayta tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarga sulangan Uyg'ur farzandlarining davlat qaramog'idagi yetimxonalarga avatilganligini ogohlantirdi. Yevropa va Amerika boshchiligidagi dunyoning har qaysi joylaridan Xitoyga noroziliklar kuchaymoqda. Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonda halol mahsulotlarga qarshi turish harakati doirasida halol harom deb ayrimchilik qilgan va halol mahsulotlarni ishlatishda ching turgan kishilarning soqchixonaga berib o'zini ma'lum qilsa, ko'rsatgan ifodasiga qarata yenik jazolanganligi yoki kechirim qilinganligi haqida bir yeziqcha uqtirish chiqarganligi o'tirg'i chiqdi. Amerika Avam Palatasiga Jamal Khashoggi vaqasi sabablik Saudiya Arabistonga barliq qoral setish va yordamlarning to'xtatilishi talab qilingan bir qonun loyihasi sunilib, Saudiya Arabistonga jiddiy embargo yurgizishning tunji qadami besildi. Qonun loyihasi ma'qullanib qolsa, Saudiya Arabistonning Yamandagi harbiy harakatining faolash holiga tushib qolganligi ta'kidlandi. Pakistan va Hindiston orasidagi talash-tortish rayon bo'lgan Kashmirning poytaxti Srinagarda bo'lgunchi kuchlar bilan armiya o'tirisida to'qinish yuz berdi. To'qinishda bir saqchini o'z ichiga olgan 3 kishi hayotidan ayrildi. Hindistonning 3 nafar askari yaralandi.